2 oy oldin bemorim bilan konsultatsiyaga kelgandilar. Shikoyatlaringiz nima edi 2 oy oldin? Bosh og'rig'i, holsizlanish, toshmalar, shunaqa narsalar. Hayz vaqtida kelmasdi. Ha, da. Mana 2 oy davolandingiz, nazarcheniyalar qilib berdim. Nima o'zgarish bo'ldi sizda? Boshim umuman og'rimayapti, o'sha toshmalar yo'q. O'sha hayz ham joyida. Hammasi yaxshi. Qizimiz xudo xolasa oila quradigan qizlar, o'shaning uchun ota-onalar tekshirishga olib kelganlar. Har bitta ota-ona qizini uzatishdan oldin tekshirtirib, analizlarni to'g'irlab, o'zingizda hamma narsalarni tekshirib, keyin hammasini norma qilib uzatishsa, ularning hayotligi chiroyli va sog'lom farzandlar ota-onasi bo'lishligiga sababchi bo'lishadi. Mana qizimiz 2 oyda hamma analizlar chiroyli bo'lib, licheniylarni olib keldilar. Agarda sizlarda ham qizlaringlar bor bo'lsa, balog'at yoshida bo'lishsa, albatta endokrinolog konsultatsiyasiga olib borishni unutmanglar.